Erkin Efendi bu ötken hafta Türkiye hükümeti başlık 6 Türk devletleri Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan degan o'xshash devletler bir yerga kelib, devletlarning raislari bir yerga kelib, ya'ni burunqi Türk birligi kengashini hamda bu qitim rasmiy shaklda bir tashkilot sifatida ko'tarib buni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Gerçi bu qitimqi yig'ilishda Uyg'urlar yoki Uyg'ur qirg'inchiligi o'tirg'a qo'yilmagan bo'lsa-mu, ammo bu rasmiy shaklda bir ishxona qurib, hozir Anqarada ish boshladi. Bunu ko'rgan Xitoy hukumati buningdan noida andisha bo'lganligini isbotladi. Masalan, bularning yer shari vaqti yezdi. O'tgan haftalar oxirlar bu yig'indan keyin bir tadqiqotchi maqola e'lon qilib, ya'ni bu davlatlarning bu Türk birlik bunda bir tashkilotni qurishining bu O'rta Osiyo ham Xitoyga bir muqimsizlik ham hatto tahdid elib kelganligini, uningdan sirt bu panturgizmni kengaytirganligini, hatta o maqolda Uyg'urlar bilan bu Türkiye xalqlar bilan bo'lgan bog'ni uzish uchun Uyg'urlar Türkçe so'zlashmi, Türk emasligini o'tirib qo'ygan bo'ldi. Sizningcha Xitoy hukumati nimda bunchalik andish qildi? Xitoyninki hozir yurgizayotgan bu yeni İpek Yolu strategiyasininki bir qo'li shu quruqlikdan boshlaydi. Ya'ni Sharq Turkistondan chiqadi. Sharq Turkiston Xitoyninki g'arb chiqishininki darvozadir va uninki ko'rikdir. Ko'rik va yiqilsa darvoza yopilib ketsa Xitoyning chiqishi tez. Shuningga bu Türk xalqininki shunda bir tashkilotninki qurilishi Xitoyninki shu g'arbga qarab borgan yo'lini to'sigan bo'ladi. Xitoy ashundan ansiraydi. Ikkinchidan shu yeni İpek Yolu strategiyasini asas olganda, ya'ni Xitoydan shu Turkiyagacha kelgan bu yo'lda ko'pincha shu Türk xalqi. Yani senin tayyor qilib bergan shu İpek Yolu'nunki bu asosda men bunun üstüde bir Türklarninki devletler birligini kurman deydi. Sen tayyor qilib tursa iqtisod chetda, men bu yerda siyosiy birlikni kurman deydi. Eğer de bunu kurgan takdirde Xitoyninki shu Sharq Turkistondan chiqishi bilan birlikte başka devletlarninki kontrol ostiga, yani devletler birligininki kontrol ostiga kirdi degan gap. Şununla Xitoy bu yoldaki inisiyatifni kaçırıp koydu, tatqizib koydu. O vaqtida Xitoyninki bu yeni İpek Yolu strategiya, quruqlik yo'li chataq bo'ladi. Dengiz tarafda shu Indo-Pasifik strategiyasi Amerika va sherik davlatlar bilan ilib beryapti. Shuningga Xitoyninki bu İpek Yolu to'silib qolgan taqdirda Xitoy jahongir davlat bo'lishi pek qiyin bo'ladi. Çünkü jahongir davlat bo'lishninki eng asas bir stratejisi bu. Bununla birlikte Xitoy shu iqtisod va ticari jihatdagi qoidalarni men tayyorlayman deb o'ylagan. Eğer de bu stratejiya amallashamay qolsa, vaqtida bu qoidalarni o'zi o'rlashtirolmaydi, bu tuzumga hokim bo'lamaydi. Tuzumga hokim bo'lamasa, Amerika bilan tang bo'lamaydi. Şununla Xi Jinping'ninki 2017'de, 2035'te Amerika bilan tang bo'lamiz, 2049'da jahongir davlat bo'lamiz degan o çüş, yani Xitoy çüşü hakikaten başka bir xil çüş bo'lishning ihtimoli bor. Shuningga Turkiyani shu Shanghai hamkorlik tashkilotiga almasligining sababi shu. Çünkü bu rayonda bir Rus var, bir Xitoy var, bir Türkiye kirib qolsa, bu yerda 3 baş yok edi. 3 baş bilan birlikte Keşmir meselesi, İran meselesi, O'rta Osiyo devletler arasındaki meseleler, nurg'un mesele bilan Xitoyning beshi tekimi og'riydi. Shuningga Turkiyaning bu yerga kirishini xohlamaydi. Bu sebepten bu Türkiye'ni shunda chapga qiqib turyapti. Ve yıllar evvel hem de shu hozirgi hokimiyat, yani 2014'lerde o değil mi? O vaqtida shu Avrupa Birligiga kirimiz deyotgan vaqtlar Türkiye'nin. Türkiye'ninki Avrupa Birligiga kirishi Xitoy bilan bir bakchiq aloqasi yo'q. Ama Xitoyning tashqi ishlar ministrligining so'zchisi shuni ig'izga ayttirib, Türkiye'nin shu Avrupa Birligiga kirishini xohlaymiz deydi ve qo'llaymiz deydi. Yani bu gap
sen Avrupa taraflı ketma bu Orta Asya tarafki keme degan gap. Ama hazır qaytıvatıdı Türkiye. Ondaqda Xitay bunundan çöçüvatıdı ve ensiravatıdı. Bu yalğızlar rayon jeopolitik mesele emas. Bu Şark Türkistan meselesiga ta'sir yetkizdi. Bu Moğoliston meselesiga yetkizdi. Şununla Xitay'nınki çigra rayonları değil, chet rayonlarına çok bir ta'sir yaratıdı. Xitay'nın digine toğra bir yerde mukumsuzluk yaratıdı deydi. Aslında şu Xitay'nın mukumsuzluğunu yaratıdı. O ensirəşinki toğru tarafı var. Ama mesele miyede bu altı devletninki teşkil kılgan bu devletler birliği hakikaten bir küçük aylanamamdı. Mesele şeyden. Ayrılıpla kaldığan bolsa Xitayga takabul turduğan rayon karakterlik bir güç peyda oldu degan gap. Peyda bolsa Amerika ve başka devletler mi bu teşkilatını kollaşmıyor mümkün. Rusya hazırgacha şu tədqiqatçılar ve bazıları bu deyilgandek bu degan pan-Türkizm, pan-İslamizm davadıdı. Yani konu ideya bilan davadıdı. Ama Rusya'nın en yukarı seviyede birisi bu gapni dep bakmadı. Yani bu işlerini kılıvatkan vaxtıda Rusya, Kazakistan bilan alaka kurmamdı, Türkiye bilan alaka kurmamdı. Belki bu ilan kılıştan evvel bularmı münasebetlerini bir kurgandı dep mi oylaymandı. Şununla eğer de Rusya Xitay'nınki Orta Asya'ya bek tesirini bek tiklep, inavetini bek tiklep bir yerge kontrol kılışı bek güçlünüp gitti. Rusya bu rayonga çaresiz kılıvatıdı. Şununla bir yerde mandak bir nersi kurulsa Xitay'nınki bu rayondaki tesirini biraz sundurup mahamiki dep Rusya muşu çettimi oylayan boz gerek dep oylayman. Elşad ben de sizden bu doğrusuda qo'shimcha qilgan so'zingiz bormi? Chunki Xitoy tadqiqotchilar buni ma tarafdan Amerika qo'llayotidi, buni a tarafdan Ruslar qo'llayotidi. Bu turklarning hammasi ilgirki, ya'ni bu shu Honlarning avlodi Xitoy bilan tarixda ilishib kelgan. Shuningga bular bir Yevropa birligidagi bir birlik qursa, Xitoy degan davlatning mavjudiyatiga berib taqishdi degan narsalarni o'tirib qo'yotidi. Menimcha Erkin Akram efendim nayt yaxshi buni analiz qildi. Yevro Asiya degan hukm coğrafiyalik hukm emas, o bir siyasi hukm. Ama bu hukmni Xitoy özünün məbləğ selib bir belvaq bir yol bilan bo'libmi shu quruqliqda O'rta Osiyada amalga oshirmoq bo'ldi. Amaliyotda Xitoyning Yevro Osiyo degan hukm bilan hech qanday munosabati yo'q. Ammo Turkiya, Rus bunun bilan aytib zich munosabati bor, ham manfaat munosabati bor. Shuningga menimcha Erkin Akram efendim degandek, Rusmo hozir Xitoyga tang kelanmagandan keyin Turkiya bilan birlashib, yangining ichida aldın ala azraq deyishib, bu yerda Xitoyninki bu Yevro Osiyo degan hukmni Xitoyning aniqlamasi bo'yicha qurib chiqishninki oldini olish uchun Turkiyaning bu yerda bu boshliq bu Türk birligini qurib chiqishi Xitoyga bir agah ham Xitoyga bir taqabul turmoqchi bo'lgan oldin boshlanish. Endi buningga Amerikami cho'qim qo'llash kerak. Hamda bununla məbləğ cəhətdən, texnik cəhətdən yardım qılğan vaxtıda bu rəsmi bir nərsəyə aylandı. Əgər fəqətlə bu yardım olmasa, Rusның üçün yardımı, qollaşı olmasa, Amerikanın olmasa, bu bəlkə bir qağazı toxtab qaldı. Həm də bu Uyğurlarga gələn vaxtıda menimcə yana bir signal var, Xitayni andish qilg'izgan. Bu olsa 11 ayının 12'si bunu jakarladı. Yana bizningki ikki Sharq Turkiston Cumhuriyetini xatirlaydigan kunimiz hamda bu bizningki Cumhuriyet günümüz bütün dunyoga hozir to'nilgan bir kun bo'ldi. Masalan, uni Belgiyada shu kuni kechda Belgiyaningki bir maydonda chiroq yondirib erkin Uyg'urga erkinlik deyishi, yana hozirgi zaman liberalizmninki manbasi bo'lgan Parijda bizning bayrog'imizning chiqarilishi, u kunni xotirlashi, Amerikaningki inqilobining mustaqilligining boshlamchi bo'lgan shahar Boston shahrida bayroqning chiqarilishi, bu demaklik bizning Cumhuriyet günümüz bütün dunyoga to'nilyapti. Ham bunda bir kunda bu Türk birligining qurilishi,
Gerçi onun içinde Uygur bulmagan bolsunmu, Uygur meselesi bulmagan bolsunmu, lekin bunda bir belki tasadifi buluşum mümkün. Ama lekin bu günde tasadifi kelişi Xitayni yana bir endiş kılgızdırgan Uygur meselesinin bu türlük birligide bağlığınınki bir simul karakterlik bir tercüme kılışka yaki analiz kılışka boladigan bir nokta dep qarayman. Şunun için Xitay bunundan alayida çüçüvatıdı. Bununki aldını tosaşka urnuvatıdı. Şununla bunun da pan-Türkiyizm ubu dep kona sepsetas